ketdi. Assalomu alaykum, hurmatli dehqon akalar. Mana bu makkani ajralib turadigan kuchli tarafi nima edi? Mana ko'rib turibsizlar, mana bitta teshikka ikkitasi tushib qolgan. Bu endi ekish jarayonida bo'ladigan xatolar. Bu mayli, hammada bo'ladi. Lekin mana zich bo'lib, mana bitta teshikdan chiqqanda ham bunda ham so'ta bor mana ikkita. To'g'ri, kichkinaroq. Bunda ham so'ta bor. Kichkinaroq. Lekin bularni boqsa, baribir bu massasi juda ham yaxshi bo'ladi. Endi boshqa aksariyat makkalarda so'ta bunaqa holatda solmaydi. Fizически bo'lmaydi. Zich tushib qoldimi? Yo'q. Yoki bittasi bitta baqvatrog'i, endi bir-birini ezganni hisobiga bittasi baqvatrog'i so'tasi soladi, ikkinchisi solmaydi. Bunda mana bitta teshikda chiqib kelgan joyi bor. Bunaqa joylar mana ko'p ko'rsa bo'ladi. Mana bitta ham bir-birini siqib qo'ygan. Mana dik bo'lib qo'ygan, bir-birini siqib qo'ygan. Shunday ham bitta solgan. Lekin mana bu bundan o'tib ketgan g'o'dasi. Lekin mana kichkina pakanavoy bo'lsa ham bitta solgan bu. Bitta so'ta amallab bergan. Buni bu xudo xolisa yetkazib beradi. Endi to'g'ri, g'o'dasi kichkinaroq bo'ladi. Alohida bu pishgan so'taga nisbatan, lekin baribir so'ta. Don uchun ekilgan. Shuni hisobiga o'sha aytilayotgan kommentariyada yozilayotgan 17-18 tonnani mana shuni hisobiga bu beryapti. Dalani chetini qaraganda hamma makka chiroyli ko'rinadi, lekin dalani ichi mana sizlarga yaqqol misol. Keyin bular so'tasini mana ahamiyat bergan bo'lsanglar, ariqqa qarab tashlaydi. Shuni hisobiga ham bu changlanishi yaxshi bo'ladi, shamol yurishi yaxshi bo'ladi. Aksariyat makka yon tarafiga tashlaydi. Shuni hisobiga zich bo'lganda o'zi tasholmaydi. Makkasi 60 ekilgan shekilli. 60. 60 ekilgan. 60 ga mana. O dumuz qarang kattaligi. Unga hali bor. Hali bor. Bir oy vaqti bor-da. Bir oy vaqti bor. Bu keyin mana kalumet makkani tavsiya qachon doni oziqlanishdan уже to'xtagan va to'liq qurishga o'tgan holati bu mana 1, 2, 3-qator sarg'ayganda. 3-qator sarg'ayish boshlab bo'ldi. Bu degani o'zi makkani ochib qarasanglar bo'ladi, kindagi uzilgan bo'ladi, o'zi to'liq Pishgan bo'ladi. Silosga tayyor bo'lgan bo'ladi. Suv berasan, nima bermasang o'zi hech narsani qabul qilmaydigan payt. Bo'ldi, o'zi qurishga o'tib ketgan. Xohla qo'lda qayirib ol, xohla o'zi poylab tur. Lekin ungacha suv tindirish kerak emas. Chunki bu hozir suv ichgan sari semirib, nima deydi, ana bor oziqani so'tani, donni semirtirishga harakat qiladi. Chunki 3-qator ko'pchilik so'raydi, qachon buni donini qayirib olsak bo'ladi. Kichik gektarlar qo'lda qayirishga ish qolsa. Shunga aytamiz, 3-qator. Firma ham o'zi aytadiki, 3-qator. Undan vahli qilmaylik, undan vahli bu hali semirayotgan payti, to есть tonni yo'qotasizlar. Undan kechiktirsanglar, to'q yo'q. 3-qator tayyor bo'ldi. Qayirding, buni o'rib olding. Kakras yashil payti qashigini molingga berasan, buni qilib olasan. Dumbilari katta bo'lar ekan, ichida ham, o'rtalarida ham dumbil